Qarang, mana siz mutaxassis sifatida odamlarga ham men o'ylayman qiziq bo'ladi. Kreditga mashina olish qanaqa qarash narsaga? Yo'q, men tavsiya bermayman. O'zim ham maslahat bermayman. Tushunasiz siz. Yo'q, mana bunaqa narsada qarang, mana yaqinda ukamiz aytayotdi-da, aka san'at olmoqchiman deb, boshiga 3000 berib. Aha. Men aytdim, yaxshi, no birinchi Sparkdan boshla. O'zini qiynash kerak emas-da odam. Misol uchun men to'g'ri aytaman, mashina olinglar, mashina ro'zqish, mashinangizga, turishingizga qarab ham odamlar muomala qiladi-da. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Lekin bu degani bor pulimga mashina olishim kerak degani emas. Aha. Mana. Kim bo'la o'zi mumkin emas. Bitta narsa qo'shimcha qilmoqchiman. O'sha hozir endi yangi avlodlarga tez boy bo'lishni xohlashadi-da, blogerlarni ko'rib. Inson qiynalishi kerak. Hech qachon qiynalmay turib odam rohatga erishib bo'lmaydi. Обязательно qiynalasiz, keyin rohat. Yoki bo'lmasa oldin rohat qilsangiz, keyin qiynalasiz. Shuning uchun iloji boricha kimdir qiynalayotgan bo'lsa, hali rohati oldinda. Rohat ko'rasizlar inshaalloh.